Assalomu alaykum hurmatli Akfa Vodiy.uz kanali obunachilari. Bugungi bo'lgan ustanovka ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerga biz shunaqangi chiroyli rangda mokri, aynalari yo'divi teraskamiz olib kelib o'rnatib berganmiz. Ustanovka ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir boshdan obzorini qilib ko'rsatib beraman. Ko'rishinglar mumkin. O'ng tarafda bitta 3 ta ko'zli romimiz, o'rtasi ochiladi, keyin burchagida furchkasi bor. Ikkiga bitta F eshigimiz bor, ko'rishinglar mumkin. Eshik 1.25 li, katta qanoti 70 ta atrofida ochilib yopilishlarini ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Zamoylarni qora disher zamoylardan qo'yib berganmiz. Juda ham chiroyli holatda bo'lib, padakondiklari bor. Mana aynalarimiz bir qavat yo'divi. Ko'rishinglar mumkin. Mana yana bitta romimiz, 4 ta ko'zli, bitta ochiladi. Keyin 3 ta ko'zli romimiz. Ishlaka bo'lib ozgina qiyshiq urilib qolgan ekan, o'shani hisobiga matga padagonni tushmay qoladi, olib tashladik. Endi baxt tarafdan ko'rinishi, bitta bitta 2 qanotli eshik bor. Tepalarni ko'rishinglar mumkin. Hovuz qilib kataloyda urib ketishgan ekan, mana chiroyli qilib shakllarni chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Ichki tomondan ko'rinishi. Hormen do'stim. Salomat. Ko'rishinglar mumkin, mana choklarni chiroyli qilib keltirib. Obunachilar uchun olyapsanmi? Obunachilar uchun gapirib qo'yasizmi? Yo'q. Xo'p. Bu mana usta bola bag'am. Telefonimiz zaryadi ozgina. Ko'rishinglar mumkin, ichki tomondan tashqarining ko'rinishi juda ham yarki holatda ko'rinyapti. Mana tashqarida nechta odam borligini, mashinaning nomerlarigacha ko'rsanglar bo'ladi mana. Lekin tashqaridan ichkari ko'rinmaydi. Sababi aynamiz yo'divi ayna. Darvozaxonadan kirganda ham ba'da odam bo'lsa, bunaqa yarki ko'rmaydi. Parda misol oxirgacha qilishni hojati yo'q demoqchiman. Xudo xolasa juda ham go'zal holatda bo'ldi. Padagonliklarimiz ichki tarafi 20 qolgan. Mana ochilib yopilishlari ko'rishinglar mumkin. So'kinmaymiz bolalar, syomka ketyapti. Ruchkalarimiz qora, petlalarimiz ham mana Akfa'ning o'zini logotiplarga tushirilgan. Juda ham go'zal holatda. Xo'p. Mana shu teraskamiz ko'rib turgan holatlaringda bitta, ikkita, 3 ta. 3 ta rom, 2 ta F eshik, keyin bitta marta 1 metrli romchasi bor. Shunaqa G306, ya'ni mokri rangda bo'lib, aynaga bir qavat yo'divi padagonliklari bilan Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga montajimiz hozir joyi 16 million so'mga kelib tushgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Akfa Vodiy.uz bilan aloqaga chiqishlarini so'raymiz. Pastda telefon raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like va podpiska tugmasini boshingizdan chiqmasin. Hammaga omad.